bitta o'zi ketdi harakatdan, yo'lini topdi, hozir kun qahramoni bo'ldi. Sizga mashqor nimadir eslatayaptimi aka? Yaxshilab o'ylangda aka. Topdingiz menimcha. Aka, o'sha pingvinni eslatyapti. U pingvin bilasizmi nima aka? Siz uchun bitta motivatsiya bo'lishi kerak shu pingvin. Ota bobosi qilgan ishni qilmadi shu pingvin aka. Loylon bos yoki ota bobom qilgan g'ishlar demadi aka. Bitta o'zi ketdi harakatdan, yo'lini topdi, hozir kun qahramoni bo'ldi. Endi ilm fanga ozgincha suyaning, ota bobom qilgan ekan deb har narsani qilavermang. Ular o'sha paytda eng zo'rini qilgan. Siz ham hozir eng zo'rini qilishga loyiqsiz aka. Bu polistiro bloklarimiz afzalligini juda ham ko'p marta gapirganman. Lekin aka, hozir bittasini ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Ya'ni men bu polistiro bloklarimni suvdan qo'rqmaydi deganman, to'g'rimi aka? Ana aka, ustida qor turibdi, lekin o'ziga faqat 6% gina sushimadi aka. Eng qizig'i, hech kim bunaqa bloklarni ko'chaga qorga qo'yib qo'ymaydi. Haqiqatan bu bloklar fasad uchun qilingan bo'lsa, bemalol qo'yib qo'ying, nima farqi bor? Bu beta turdi nima, ertaga uyingizda hovlida turdi nima, bir xil narsa. Eng asosiysi bu polistiro bloklarimiz aka, narsa qotirsa bo'ladi, visiga yengil, otsa sinmaydi. Sostavida polistiro granulasi bo'lganligi uchun aka, ekologik 100% toza blok hisoblanadi. Aka, narxi ham bor-ku, hozir bunaqa sovuq kunda bor-ku, 27.200 so'm bo'lib turibdi. Aka, ishoning gapim, ertaga ozgincha kunsa, talab ko'payib ketadi, sement narxi oshib ketadi. Keyin biz ham majbur bo'lamiz aka oshirishga. Hozir bron qilib qo'ying, mana raqamlar aka.